rezina art sohasiga qiziquvchilar eshitinglar. Bu sizlarga chetdan hammasi oson ko'rinadi. Baribir qilayotgan ishlarimiz, hammasi internetda ko'rayotganlaringlar, videoda hammasi xuddi oson deb bilinadi, lekin uni qiyinchiligini, uni o'xshamay qoladigan joylarini sizlar bilmaysizlar. Uni har doim ham ko'rsatuvimiz, to'g'rimi? O'xshamagan ishlarni, sinib qolgan, brak chiqqan ishlarni hech qaysini sizlarga ko'rsatmaymiz-ku. O'shaning uchun oson deb o'ylamanglar. O'rganmoqchiman, qiziqib qoldim, yoqyapti deysizlar, lekin yaxshi o'rganish uchun pul qizg'anasizlar misol uchun yoki biznes qilish uchun o'rganmoqchi bo'lasizlar. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Bu ijodiy ish, bunga ijodkorlik kerak, odamda ozgina qobiliyat bo'lishi kerak shu narsaga, xohish bo'lishi kerak. Qiziqsanglar, xohishinglar juda ham bo'lsa, pul topish uchun emas, o'zingizlar qiziqayotganingiz uchun ishlanglar. Sizlarga maslahatim shu, agar pul topish uchun qilmoqchi bo'lsanglar, qila olmaysizlar bu ishni. Qo'lingizdan kelmaydi. Shunaqa oson o'ylayapsizlarki, xuddi shunday o'rganaman, shunday srazi zakazlarim ko'payib ketib, shunday yasab tashlayman deb o'ylaysizlar-da. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Men 2 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman, lekin mana endi ko'p zakaz olib, endi o'zimga uverенный ishlayapman. Chunki boshida men faqat o'rganish uchun ishlaganman. Zakaz olmaganman, hammaga qilganimni